Bu original emas, realni yetib tashyapmiz. Do'stlar diqqat, bizga falshiy dollar tushib qoldi. Hozir mana mashinada pullarni sanayotganda aniqlab qoldik. Qaysi biri falshiy deb o'ylaysizlar? Yozinglar izohda. 1 yoki 2. Biz sizlarga yo ko'rsatib beramiz, qaysi falshiy, qaysi yo'q. Bunda olib qarasang, mana shu bilinmaydi, lekin yaxshi mana apparat bor ekan, sanab ko'rsatib beryapti. Men unaqa falshiy pulga tushishim birinchi marta emas, bir marta shu OLXdan MacBooklarni sotayotganimizda polniy hamma summasini falshiy dollar berib yuborishgan. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar, bunaqa pullar ko'p. Albatta dollarda pul qabul qilsanglar yoki dollarda pulingiz bo'lsa, mashinkada tekshirib turinglar. Так, что думаешь, какой из них фальшивый? Я-то знаю, какой фальшивый. Какой? Здесь, если сбоку смотреть, вот здесь он более блестит, здесь матовый. Здесь, если крупно посмотреть, здесь... Короче, mana plyоnkasi mana kesilib, mana qilingan. Keyin mana svetga bundoq qilsanglar, mana bu yerda 100 yozuvlari bor, bu yerda yo'q. Mana просто plyonka deb tuyulyapti, правильно? Da, и uni ustiga mana bu yerda kraskasi sal boshqacharoq. Lekin oddiy ko'z bilan ko'ra olmaysiz buni. Faqatgina mana apparat aniqlay oladi. Opa, ko'rdinglar, mana ошибка berdi. Mana misol oddiy, mana originalni qo'yibamiz, sanoqmiz. 100 sanoatni ko'ryapsizlar. Mana buni qo'yibamiz. Opa, mana ошибка beryapti. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar do'stlar. Maqtanish, isrof qilish anosida emas, bu original emas, realni yetib tashyapmiz. Sababi hech kim qo'liga bu pul tushib qolmasin. Ehtiyot bo'linglar. Tanish og'aynilarga yorib qo'yinglar. Do'stlar, elementar mana yetganimizdan keyin mana buni qaranglar. Вообще-da qoyil ekan.